Assalomu alaykum hammaga. Sizlar Tony Grand Mobile kanalidasizlar. Bugungi videoda Grand Mobile'dagi top 10 ta o'yinchilar qiladigan xatolarni aytib chiqaman. Videoni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Xo'p, o'yinchilarning birinchi xatosi RP qoidalarini bilmaslik. Ko'p yangi o'yinchilar serverga kirib, RP qoidalarini o'qimaydi. Natijada qoidani buzib qo'yadi va adminlar ogohlantirish yoki ban berishi mumkin. Shuning uchun qoidalarni o'qing. Xo'p, o'yinchilarning ikkinchi xatosi chatda spam qilish. Ba'zi o'yinchilar chatga bir xil xabarlarni ko'p yozadi. Bu spam hisoblanadi va jazoga sabab bo'lishi mumkin. O'yinchilarning uchinchi xatosi boshqa o'yinchilar haqorat qilish. RP o'yinlarida hurmat muhim. Haqorat qilsangiz admin sizga mut yoki ban berishi mumkin. Xo'p, to'rtinchi xato RP qilmasdan o'ynash. Grand Mobile Role Play o'yini bo'lgani uchun harakatlar real hayotga o'xshab bajarilishi kerak. O'yinchilarning 5-xatosi pulni noto'g'ri sarflash. Yangi o'yinchilar pul topish bilan keraksiz narsaga sarflab yuboradi. Avval ish va daromadni o'ylash kerak va o'shanda pul tejaladi. O'yinchilarning 6-xatosi ish qilmasdan tez boy bo'lishni xohlaydi. Ba'zi o'yinchilar darrov boy bo'lishni xohlaydi, lekin RP o'yinida asta-sekin rivojlanish kerak. O'yinchilarning 7-xatosi adminlar bilan tortishish. Adminlar bilan bahslashish yoki hurmatsizlik qilish yaxshi emas. Har doim qoidalarga amal qilish kerak yoki ban yoki mut olishingiz mumkin. O'yinchilarning 8-xatosi boshqa o'yinchilarni aldash yoki skam qilish. Ko'p serverlarda ban bilan tugaydi. Shuning uchun skam yoki aldash qilmang. O'yinchilarning 9-eng katta xatosi Grand Mobile o'ynab sizda Discord bo'lmasligi. Ko'p o'yinchilar ishga kirishni yaxshi ko'rishadi. Politsiyachi, doktor yoki lider va hokazo. Bularning hammasiga kirish uchun sizda albatta Discord bo'lishi shart. Shuning uchun Discord yuklab oling. Eng oxirgi xato 10-xato. Sabrsiz bo'lish. Grand Mobile'da rivojlanish uchun vaqt kerak. Agar sabrsiz bo'lsangiz, o'yindan tez zerikib ketasiz. Mana do'stlar, videoni oxiriga ham kelib oldik. Shu xatolarni qilmasangiz, Grand Mobile'da tezroq rivojlanasiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Tony YouTube kanali. Keyingi videoda ko'rishguncha omad.